$3 million Bugatti Chiron'ning shundoqqina o'rindiqlari ortida 8 litrli 4 ta turbinali haqiqiy yirtqich yashiringan. 1500 ot kuchli bu W16 motori naqadar kuchli ekanini yaxshi bilamiz. Ammo bu tezlik va quvvatning bitta shafqatsiz narxi bor. Aql bovar qilmas issiqlik. Xo'sh, Bugatti bu dahshatli haroratni qanday jilovlagan? Obuna bo'ling, hozir aytib beraman. Fizika qonunlariga ko'ra, ichki yonuv dvigateli 1500 ot kuchini g'ildiraklarga yuborayotganda undan tarqaladigan energiyaning juda katta qismi issiqlikka aylanadi. Dvigatel va gaz chiqarish tizimi shunchalik dahshatli qiziydiki, mashina atrofida tom ma'noda olovli pufak hosil bo'ladi. Bunga Chiron'ning quyosh nurlarini o'ziga tortib salonga uzatuvchi ulkan old oynasini ham qo'shsangiz, kabina bir zumda pechga aylanadi. Agar bu giperkarga oddiy lyuks mashinalarning konditsioneri o'rnatilganda, haydovchi va yo'lovchi katta tezlikda tiriklayin qovurilib ketgan bo'lardi. Shu sababli Bugatti muhandislari avtomobilsozlik tarixidagi eng telba iqlim nazorati tizimini yaratishga majbur bo'lishdi. Chiron'ga o'rnatilgan konditsionerning kompressori va sovutish quvvati shunchalik kattaki, u ishlab chiqaradigan sovuq havo hajmi 80 kvadrat metrlik, ya'ni taxminan 3 xonali uyni yozning chillasida ham muzdek qilib turishga bemalol yetadi. Tizim 1 daqiqa ichida salonga taxminan 3 kub metr sovuq havoni haydaydi. Bu qariyb 400 kishining 1 daqiqalik nafas olishi uchun yetadigan toza havo hajmi demakdir. Konditsioner haydovchi tanlagan haroratni ushlab turish uchun avtomatik ishlaydi. Chiron'dagi bu quvvatli tizim milliarderlar isib ketmasligi uchun o'rnatilgan shunchaki hashamat emas. Bu orqada ishlab turgan 1500 ot kuchli vulqon jaziramasidan inson hayotini asrab qolish uchun qo'llanilgan favqulodda muhandislik yechimidir.